Nima gapirasan? Bir yarim hafta oldin, onamlarning qo'yini juda qattiq ortib qo'ydim. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu video ko'pchilikning g'azabini keltirdi. Tasvirlardan ko'rishingiz mumkinki, fuqaro yoshi katta onaxonga tajovuzkor xatti-harakatlarni amalga oshirgan. Qo'ydi olmasa. Jonim ketdi. Aniqlik kiritilishicha, Parkent tumanida istiqomat qiluvchi onaxon tajovuzkor fuqaro janjal ko'tarayotganligi holati bo'yicha ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan. Parkent tumani Yoshlik mahallasi Tumalis ko'chasida turaman. Bir yarim hafta oldin, onamlarning qo'yini juda qattiq ortib qo'ydim. Qilgan ishimdan juda qattiq pushaymonman. Tekshirishlarni o'tib Holat bo'yicha o'tkazilgan surishtiruvlar davomida onaxonni tajovuzkor fuqarodan himoya qilish maqsadida himoya orderi taqdim etilgan. Ma'lum bo'lishicha, videodagi fuqaro ruhiy asab kasalliklar shifoxonasida davolangan. Xudosi masal yo'q qildirmasdan qo'ymaysan. Ayni vaqtda holat bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Holat bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi uchun to'plangan hujjatlar sudga taqdim etilgan. Bu haqda Parkent tuman hokimligi o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qildi.